voy voy baraka topkir, yana nimaga kelding? O'z o'tgan safargi qarzdan endi yopdim-ku. Menga psixologlar aytishdi, agar eringiz zapal qilayotgan bo'lsa, uyda yig'lab siqilib o'tirmasa, xohlagan narsangizni oldiring deyishdi. Sumka, oyoq kiyim olib berasiz. Mayli, farqi faqat kalbasa yemaymiz-da. Mayli. Mayli, iltimos. Ko'p narsa olmagin, xo'p? O'zim bilaman. Spiska qilib kelganman. Har bitta qilgan zapalingiz uchun bittadan sumka olaman. Dekabr oyi uchun 3 ta sumka olarkanman. Mayli, dekabrda ikkita edi-yu. Hozir qayerda turibmiz? Shuhrat Media Park. Shuni orqasida, domda, podyezdda. Bo'l. Подробности не надо. Fevral oyiga o'tamiz. Yanvar oyi nimaga qo'shmaganimni bilasizmi? Ha, bilaman, eslatma o'shani. Liftdagi voqeadan keyin 15 sutga qancha dars bo'lgan. Mayli, bizni Bintu do'konimizda mollari hammasi to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan keladi. Olib. Xitoy deganingizga. Fevral oyida sushi bar. Juda ham ko'payib ketibdi. Fevral qiyin oy bo'ldi. Bo'ldi-ha, Mali. Kelayotgan mart oyi uchun bitta chimadan olaman. Misrga baribir kimnidir olib ketasiz. Mali, men haqiqat go'y odamman, bilib qo'y. Mana ham ol. Do'koninglarda shunaqa har doim skidka qilib turinglar. Menga o'xshagan ayollar ko'p kelishadi. Bo'ldi, Mali. Ko'ngling joyiga tushdimi? O'zingni bosib ol. Uyga bor, men buni opachangga berib qo'y. Voy, opamga sumka oldim-ku. Yo, bu bojam nomidan. Bugun boradigan joyimiz bor. Voy onasini emsin.